Jurnalist Jon Diordenning tahlilini o'qidim. U O'zbekistonning muvaffaqiyatini aynan shunday ta'riflaydi. Men buni oddiy futbol mo'jizasi sifatida emas, balki Osiyoning uzoq vaqt uxlab yotgan gigantining rejali uyg'onishi sifatida baholayman. Uning ta'kidlashicha, O'zbekiston 2014 va 18-yilgi jahon chempionati saralash bosqichlarida ham atigi bir gol yoki to'plar farqi sababli mundial yo'llanmasidan quruq qolgan edi. O'sha og'riqli tajriba faqat kuchli va sifatli yoshlar avlodi orqali yengib o'tilishi mumkin edi. Bu jarayonda ikki klub alohida ahamiyat kasb etgan. Birinchisi Paxtakor, mamlakatning haqiqiy futbol fabrikasi. Bugungi kunda Yevropada to'p surayotgan ko'plab iqtidorlar, jumladan turkiyalik ekspert Manchester City'dagi Abduqodir Husanov kabi futbolchilar ilk futbol ta'limini Paxtakorda olganini aytgan. Biroq Husanov bunyodkorda tahsil olganini to'g'rilab ketish o'rinli. Ikkinchisi Qarshining Nasaf klubi. Bu jamoa o'z tarbiyalanuvchilariga ishonish falsafasi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda aynan shu tamoyilni eng muvaffaqiyatli qo'llagan klub sifatida tilga olinadi. Tahlildagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri esa 2021-yilda tashkil etilgan Olimpik klubi haqidadir. O'zbekiston yosh iqtidorlar muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun maxsus klub tuzdi va uni mamlakat oliy divizionida ishtirokini ta'minladi. Muallif buni milliy jamoaning klub muhitida har hafta birga o'ynab rivojlanishi deb ta'rifladi. Shuningdek, O'zbekistonning bu muvaffaqiyati Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston kabi boshqa turkiy davlatlar uchun ham namuna bo'layotganini ta'kidladi.